bir ikki so'm uyga olib kelsanglar yaxshi xursandman inshaalloh. Yo'q, Rizvan aka, assalomu alaykum. zapis nimaga etdim? Sababi masalan kirmay qolganlar bo'ladi-yu, o'shalarga ham bir Ha. foydasi tegsin degan maqsadda-da bu. Bo'ldi, gap so'z yo'q aka, men noto'g'ri tushunmayapman. Haligi tushunmay qolsam boshqatdan Ha, ko'raman yo'q, deyapman. unaqa emas. To'g'ri tushunibman uzr aka. Akraz, meni 10 da futbolim bor dedi aka, shu hozir kech qolsamda zaps tashlarim demoqchi edim. Men ham futbolga aytinglar zerikib chirib ketdim, men siqilib ketdim, miyalarim tortishib ketdi. Meni aytishdi 10 da ketyapmandagi. Hammasini tashlab yana lag'monxonaga qaytaman dedi. Lag'mon pishirsammikin, somsa yopsammikin deydi. Bugun VIP kanalga entry berdim va o'sha FIBA bo'yicha o'shani tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu FIBA internetlarda ham bor, просто tam bo'ladi. Sizlarga foydasi tegadi inshaalloh. Tushunmaydigan odamlarga. Rizvan aka, zapsini tashlaysizmi aka? Zapis qilmayman men aka, qilganlar qilaversin. Bo'ldi. Davay boshlang aka, tushuntirishni. Yo'lda bo'lib ketaman. Endi haligi nima deydi, bilganlar uzr. Biladiganlar bo'lsa indamay eshitib ko'rasizlar. Men bilmaydigan odamlar uchun tushuntiryapman bu narsani. Hozir hammani ovozini bitta qizillab olay, keyin boshlayman. Endi bir xil yordam so'rayapsan debdi. Tradingda seniki meniki degan narsa yo'q. Uni bilaman, oq-ko'k, bittasiga bitta strategiya haqida gapirib chiqsam, men buni bilaman, 5 yil oldin bilardim deb kommentariy yozib yuboribdi. Omadingni bersin deb yozib yubordim. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun oldin aytib qo'yapman, biladiganlar bo'lsa, ming bor uzr, sizlar biladigan narsani gapirib qo'yayotganimda. Bilmaydiganlar uchun. Xo'p, trend liniya kerak bo'ladi bizga. Trend liniya shaklllanishligi uchun ko'zimizga ko'rib turibdi, har doim bitta maksimum kerak. Opa. Maksimumdan oldingi minimum qani? Opa. Urildi. Minimum urilgandan keyin low beradi bozor. Ya'ni mana bitta baysham yaralgan payt, o'sha mana qizilsham minimumi low hisoblanadi. Bozor yuqoriga harakatlanyapti. Ikkinchi high berib, bozor pastga tushishni boshlaydi. Bizani qiladigan ishimiz mana bu berilgan talab bilan yorgandan keyin biza bitta minimalniy, juda ham minimalniy entry buy kirishimiz kerak. Juda ham minimalniy entry. Bizlarda mana bitta trend liniya shakllanib bo'lgan, o'sha trend liniyani tortishimiz kerak bo'ladi. Trend liniya o'sha bilan birinchi va ikkinchi high. Birinchi va ikkinchi high. Endi bizada mana bu bilsanglar, mana bu chizdim-ku, mana chizib qo'ydim. Low berilgan low, o'sha lowni bozor tana bilan pastga mana bu joyda yordi va yangi low berdi. Bozor 3-marta trendga kasaniya qildi. Va mana bu kasaniya o'zi asliyatda mёртвый kasaniya bo'ladi. No, agar shunda ham bozor qaytsa va minimumini bozor tana bilan ursa, biz endi nima qilamiz? Pastdan entry zonalar qidiramiz bozorda. Nimalar bor? Ko'zimizga ko'rinishi mumkin, nima bor? Mana imbalans bor edi, kichkina bitta imbalanschi. Misol birinchi marta o'sha reaksiya oldi. Pastda yana bitta imbalans, misol imbalans biladiganlar. Kimdir mana yetim svechadan kiradi, to'g'rimi? Yetim deydimi? Gadoy svecha deb qo'yishadi. O'shandan. Qisqasi biz mana shulardan buy kirishni boshlaymiz. Buy kirishdi. Bo'ldi, всё, buy boshlanadi o'sha yerlarda mana bitta. Endi katta risk bo'lmaydi, 1% riskda buy kiriladi. Bozor kelib mana bu trendni buzsa va eshituvlar trendni buzsa va trend buzish jarayonida trendga oxirgi kasaniya qilgan mana bu high bozor tana bilan ursa, вот именно ana o'sha svechani tanasidan minimumga FIBO tortiladi. Eng minimumga 1618 gacha ushalinadi. 1618, 2618 mana. Rovna bozor 2618 ga chiqib, mana shpilkani ko'ryapsizlar. Reaksiya bildirgan. 1618, 2618 ketdi bozorda.
qilingan keyin entrylar chiqqandan keyin mana bu joyda dagon qilinadi. Man birdan tana bilan yorgandan keyin ham dagon tushsa 0618 korobka olinadi va 023 zonalar oralig'idan yana qo'shiladi. 1618, 2618, 3618 va hokazo va hokazo va hokazo ketiladi oxirgi take profitgacha. Har doim 3618 bilan 388 oralig'i mana shu narsani to'g'irlab qo'yishim kerak. Bitta nastroykani to'g'irlab qo'y. 6 sekund. Hop. 488 hop 3618 bilan 388 oralig'i bizada sellga qaytarish ehtimoligi bo'lgan zonalar hisoblanadi. Deylik mana bu zona bozorda 2618 gacha sell oqishi mumkin. Deylik mana 3618 bilan 4618 oralig'i bozorda 3618 gacha sell oqishi mumkin. Bozorni ko'ryapsizlar, zonada prosta orqaga retest berib oqizib ishlayapti. Hozirgi zonamiz ham menimcha tepasini olishiga ozgina qoldi. Va bozor shu yerda reaksiya oladi. Xo'p, mana bu Fibo qisqa qilib gapirib berdim. Uncha-muncha joyida tushuntirmaydigan uslubda ta'til tushuntirdim degan bittaman. Tushundinglarmi? Bo'ldi, hozir undan oshiq tushuntira olmayman. Sekin og'zinglarni ochyapman. Bitta-bitta gapirasizlar. Faqat bir-birimizdan hurmat qilaylik akalar. Zo'r tushuntirdingiz. O'tganda menga tashlagan rasmingiz bor edi, mana bu shamgacha degandingiz. Hayron bo'ldim. Hozir shu toshni tushundim endi. Assalomu alaykum Mirzom aka. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Tuzimizlar charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mirazim aka Bugun trendinglarni yorib